Sankt-Peterburg markazidagi qurilish obyektida migratsiya reydi o'tkazildi. Endilikda muhojirlarning patent muddatlari uzaytirilmasligi mumkin. Rossiyada terrorizmni moliyalashtirganlikda ayblangan muhojir 9 yilga qamaldi. Tyumenda muhojirlar yig'iladigan kafe va klublarda ommaviy reydlar o'tkazildi. Rossiyada 500 dan ortiq muhojirga soxta imtihon sertifikati bergan jinoiy guruh ustidan sud boshlanmoqda. AQShning Ogayo shtatida 42 yoshli O'zbekiston fuqarosi boshqaruvidagi yuk mashinasi ishtirokida halokatli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Moskvada konduktorga hujum qilgan 2 nafar muhojir Rossiyadan qochmoqchi bo'lganida qo'lga olindi. Rossiyada 2 yil ichida migratsiya sohasiga oid 30 ta yangi qonun qabul qilindi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Rossiyada migrantlarga rus tili imtihonidan haqiqiy bilimsiz sertifikat berganlikda ayblanayotgan jinoiy guruh ishi sudga oshirildi. Ma'lum qilinishicha, ushbu guruh 2021-yildan 2024-yilgacha o'z faoliyatini yuritib kelgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, jinoiy guruh tarkibida 17 nafar ayblanuvchi bo'lib, Rudan universitetining xalqaro til test markazi xodimlari, xususiy tadbirkorlar va imtihon oluvchilardan iborat bo'lgan. Ular muhojirlarni imtihonga jalb qilib, rus tili, Rossiya tarixi va qonunchilik bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lmagan shaxslarga ham sertifikat rasmiylashtirganlikda gumon qilinmoqda. Tergov natijalariga ko'ra, ushbu sertifikatlar asosida chet el fuqarolari ishlash patenti, vaqtincha yashash ruxsatnomasi, yashash guvohnomasi va Rossiya fuqaroligi uchun hujjatlar rasmiylashtirishgan. Jurnalistlar ma'lumotlariga ko'ra, ushbu sxema orqali 500 nafardan ortiq muhojir sertifikat olgan bo'lishi mumkin. Hozirda ayrim ayblanuvchilarning ishlari Moskva va boshqa hududlardagi sudlarga yuborilgan. Prokuror ayrim gumonlanuvchilar uchun ko'p yillik ozodlikdan mahrum qilish va yirik miqdorda jarima tayinlanishini so'ragan. AQShning Ogayo shtatida 42 yoshli O'zbekiston fuqarosi boshqaruvidagi yuk mashinasi ishtirokida halokatli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, yuk mashinasi oldindan harakatlanayotgan yengil avtomobil bilan to'qnashgan. Oqibatda avtomobilni boshqarayotgan 21 yoshli kollej futbolchisi va darvozabon voqea joyida halok bo'lgan. To'qnashuvdan keyin yuk mashinasi yo'lning qarshi qismiga chiqib ketib, yana bir yo'l transport hodisasiga sabab bo'lgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, hodisadan so'ng haydovchi o'zining mobil telefonlarini, video registratorini va elektron qurilmalarini yo'q qilishga uringan. Politsiya haydovchi bilan muloqot qilish uchun Google tarjimon dasturidan foydalangan, chunki ingliz tilidan erkin muloqot qila olmagan. Hozirda unga dalillarni yo'q qilish moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Ushbu hodisadan keyin AQSh transport vaziri yuk mashinasi haydovchilari yo'l belgilari va talablarini tushunish hamda ingliz tilini yetarli darajada bilish shart deb ta'kidladi. Rossiyada Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodinning ma'lum qilishicha, so'nggi 2 yil ichida migratsiya siyosatiga oid 30 ta federal qonun qabul qilingan. Shulardan 21 tasi Davlat dumasi deputatlari tashabbusi bilan ishlab chiqilgan. So'nggi yillarda Rossiyada migratsiya sohasida nazorat bosqichma-bosqich kuchaytirilmoqda. Qabul qilingan qonunlar migratsiya hisobi, mehnat faoliyati, deportatsiya, noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash va boshqa qator yo'nalishlarni qamrab olgan. Volodinning aytishicha, 2025-yil davomida muhojirlarga 2.200.000 dan ortiq ishlash patenti berilgan. Shuningdek, patentlar uchun to'langan mablag'lar hisobidan Rossiya hududlari byudjetlariga 172 milliard rubl tushum kelib tushgan. Qabul qilingan yangi qonunlarga ko'ra, Rossiya hududlarida patentlardan tushadigan mablag'lardan yanada samarali foydalanish va mahalliy byudjetlarni qo'shimcha to'ldirish imkoniyati beriladi. Endilikda muhojirlarning patent muddatlari uzaytirilmasligi mumkin. Agar ushbu qonun prezident tomonidan imzolansa, uning asosiy normalari 2027-yil 1-yanvardan kuchga kiradi. Qonunga ko'ra, mehnat muhojiri nafaqat o'zini, balki Rossiyada o'zi bilan birga yashayotgan oila a'zolarini ham qonunchilikda belgilangan yashash minimumi darajasida ta'minlashi kerak bo'ladi. Agar muhojirning daromadi belgilangan me'yordan past bo'lsa, patent yoki ishlash ruxsatnomasi uzaytirilmasligi mumkin. Shundan keyin muhojir va u bilan birga yashayotgan voyaga yetmagan farzandlari 15 kun ichida Rossiya hududini tark etishi talab qilinishi mumkin. Qonunga ko'ra, soliq organlari muhojirning daromadi haqidagi ma'lumotlarni avtomatik tarzda MVDga yuboradi. Bundan tashqari, muhojir har yili yashash haqidagi xabarnoma bilan birga daromadini tasdiqlovchi hujjatlarni ham taqdim etishi kerak bo'ladi. Shuning uchun Rossiyada ishlayotgan muhojirlar ushbu o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib borishi juda ham muhim. Sankt-Peterburg markazidagi qurilish obyektida migratsiya reydi o'tkazildi. Tekshiruv shahar markazidagi restavratsiya obyektida o'tkazildi. Jami 32 nafar chet el fuqarosining hujjatlari tekshirildi. Tekshiruv davomida 7 nafar muhojirning tegishli ruxsatnoma hujjatlarsiz ishlayotgani ma'lum bo'ldi. Ularga nisbatan Rossiya Federatsiyasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 18-10 moddasi bo'yicha ma'muriy bayonnoma
bayonnoma rasmiylashtirildi. Sud qaroriga ko'ra ularga jarima tayinlanib, keyinchalik Rossiyadan chiqarib yuborish chorasi qo'llanildi. Bundan tashqari, yana 2 nafar chet el fuqarosi Rossiya Federatsiyasi qonuniy yurish qoidalarini buzgani uchun 18.8 moddasi bo'yicha javobgarlikka tortildi. Hozirda ushbu muhojirlarni noqonuniy ishga jalb qilgan tashkilot ham tekshirilmoqda. Agar qoidabuzarliklar tasdiqlansa, ish beruvchiga nisbatan ham ma'muriy choralar ko'rilishi mumkin. Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida qo'lga olingan 28 yoshli chet el fuqarosiga nisbatan sud hukmi e'lon qilindi. FSB ma'lumotlariga ko'ra, muhojir xalqaro terrorchilik tashkiloti uchun mablag' yig'ish va yig'ilgan pullarni uning a'zolariga o'tkazishda ishtirok etgan. U FSBning Nijniy Novgorod bo'yicha boshqarma xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida qo'lga olingan. Shundan so'ng unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Sud muhojirni terrorchilik faoliyatiga moliyaviy ko'maklashishda aybdor deb topdi. Unga 9 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Dastlabki 3 yilini qamoqxonada, qolgan 6 yilini qattiq tartibli koloniyada o'taydi. Hozircha ushbu hukm qonuniy kuchga kirmagan va belgilangan tartibda shikoyat qilinishi mumkin. Tyumen shahrida huquqni muhofaza qiluvchi organlar muhojirlar tez-tez tashrif buyuradigan kafe va ko'ngilochar muassasalarda migratsiya reydi o'tkazdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tekshiruv davomida 147 nafar chet el fuqarosi politsiya bo'limiga olib ketildi. Hujjatlar tekshirilgandan so'ng 10 nafar muhojirga Rossiyaga kirish va mamlakatda yurish qoidalarini buzgani uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu 10 nafar chet ellik fuqaro Rossiyadan ma'muriy tartibda chiqarib yuboriladi. Tyumen viloyatida Ichki ishlar bo'limi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning dastlabki 5 oyida migratsiya qonunchiligi bilan bog'liq qariyb 2,5 mingta qoidabuzarlik aniqlangan. Moskvada jamoat transportida sodir bo'lgan janjal yuzasidan 2 nafar chet el fuqarosi qo'lga olindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, avtobusda 28 yoshli nazoratchi yo'l haqqi to'langanini tekshirayotgan vaqtda biletsiz yo'lovchini aniqlagan. U avtobusdan chiqib ketmoqchi bo'lganida nazoratchi uni to'xtatishga uringan. Shu payt bekatda turgan yana bir erkak avtobusga kirib nazoratchining bosh qismiga zarba bergan. Shundan so'ng u nazoratchiga yordam berishga uringan yo'lovchini ham bir necha marta urgan. Natijada nazoratchi tan jarohati olgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma'lumotiga ko'ra, gumonlanuvchilarning Rossiyadan chiqib ketishga uringan vaqtida Orenburg viloyatida ushlangan. Ular 20 va 23 yoshli chet el fuqarolari ekani ma'lum qilindi. Hodisa yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 213-moddasi bezorilik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozircha tergov harakatlari davom etmoqda. Rasmiy idoralar ma'lum qilishicha, jamoat joylarida sodir etiladigan bunday huquqbuzarliklar bo'yicha aybdorlarga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlik choralari qo'llaniladi. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.